O'ta kuchli xotira bu aslida falokat. Bugun mana shu haqida gaplashamiz va 22-kun mashqlarini mana bu harakatlar bilan bajarib olamiz. Agar siz 2012-yilning 14-avgustida tushlikda nima yeganingizni, soat 15:30 da kim bilan qo'ng'iroqlashib, nima haqida gaplashganingizni ayta olsangiz va o'sha kuni nima kiyim kiyganingizni eslay olsangiz, bu sizningcha super qobiliyatmi? Ha deysiz albatta, lekin bu hodisani haqiqatdan boshidan kechirayotganlar uchun bu aslida falokat hisoblanadi. Masalan, 1965-yilda tug'ilgan Jill Price ismli ayol xuddi shunday yashaydi. Ya'ni 12 yoshidan buyon hayotida nima sodir bo'lgan bo'lsa, hammasini eslay oladi. Ya'ni baxtsiz voqealar ham, baxtli hodisalar ham uning yodida turadi. Eng yomon tomoni shundaki, 20 yil avval sodir bo'lgan baxtsiz hodisani xuddi hozir 5 daqiqa avval bo'lib o'tgandek eslay oladi va hissiyotlarini ham xuddi shunday his qiladi. Mashqimizni yana almashtiramiz. Mana bu harakat bilan davom etamiz. Ilm fanida bu fenomen gipertimiziya deb ataladi va butun insoniyat tarixida faqatgina 60 nafar insonga bu tashxis rasman qo'yilgan. Neyrobiologlar Jamesning miyasini tekshirib ko'rganlarida MRT orqali miyasi boshqa odamlarnikiga qaraganda mutlaqo boshqacha ishlashini aniqlashgan. Ya'ni Jamesning miyasida filtrlash va unutish tugmasi yo'q, ya'ni miyada unutish funksiyasi yo'qolib qolgan. Mashqimizni yakunlaymiz. Aslida unutish miyaning xatosi yoki kamchiligi emas. Unutish bu aslida miyaning himoya mexanizmi hisoblanadi. Ya'ni biz hayotimizda qachonlardir bo'lib o'tgan salbiy voqealarni, his-tuyg'ularni miya xiralashtirib beradi, aynan unutish funksiyasi orqali yoki unutishimizga yordam beradi. Agar shunday bo'lmaganida biz ana shu his-tuyg'ularni to'plab yurib, uni har kuni his qilaverib juda katta ruhiy bosim ostida qolib ketgan bo'lar edik. Demak, unutish funksiyasi borligi uchun ham biz aslida shukr aytishimiz kerak. Aslida hamma narsaning me'yori yaxshi. Aziz do'stlar, agar sizga mana shunday ilmiy ma'lumotlar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lishni unutmang va bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, albatta izohlarda plus belgisini yozing.